Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kecha bitta kuyov bolamiz 99 mi degan shunaqa edi-da. Mashinaga o'tirdik, kelin kuyov bilan o'tirib, aka avaz olimibdi, ashillasini qo'yib bering, orzularim degan do'tda. Men aytdim, orzulariga yetdi bo'ladi, xursand bo'layotdi. Endi bu tez-tez uylanish kerak-da. Avaz olimibdi, ashillasiga muhtoj bo'lmaysiz o'shaning uchun. Mana 2000 dollar ham qirib yuboryapti. Bitta uylanib tashlab tugatib bo'lmayapti bular. Men dukkanxonimizga hozir Quvasoyga kelganmiz mana. Ama Instagramda muxlisimiz bilan xursand mana. Kayfiyatlar qalay jigarim? Zo'r. Mashina ko'nglingizdagidek atmosfera, bu mashinalar kortej deganda xursandmiz axir. Albatta xursandmiz. Akmalaka o'tib olamiz. Hozir bir sekund mana shu yerda. Albatta o'ngga olib sekinlayapman. Dukkanxonim bugun yordamdalar, birinchi o'rinda. Bitta hali udaridan bo'lsin tilaydi do'stimizga. Og'ayning saodatli, baxtli, zo'r yasha, eng yomon kuni shu kun bo'lsin. Tabriklayman. Birinchisi O'g'il bo'lsa, voy. Xudo xolasa raddomdan ashnaqa xizmat qilamiz aka. aka. Yozilib qolsin. Sizlarda ham shunaqa kunlarda bu bitta so'rab olaylik hozir. Kelin bilan qanaqa tanishgansizlar? Sir bo'lmasa. Kelin bilan biz singlashmaganmiz. Qo'yil, voобще zo'r muhabbat. Shunaqasi ham bo'ladi. Zilli muhabbat. Qo'yil, gap yo'q aka, o'ma qo'yil. Hammaga savob bo'lsin, ha. Muhimi bittasi. Ila, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Zo'r bo'lsin. 2004-yillarda eplay olmayapti aka. Mana nechta bo'lgan bo'lsa, 2004da atmosferasi voобще dahshatda. Masalan, kuzatib boryapmanda, juda ham bir haligi pozitivniy-da aka, misol. O'rtoqlar ham, krug ham gap bo'lishi mumkin emas. Yo sekin-sekin uylangandan keyin sovib ketishamikin. 2000 dollarda qattiq. Voy gap Biz yo'q. guruhimizda ikkinchi to'y. Gap yo'q. Serialni boshladim, xudo xolasa mana. Xudo xolasa ikkinchi serial Biz tugatamiz. To'g'ri ketaman gap. To'g'ri. Ashnaqa sizlar kruglarni ham serial qilib yuboraman. Bitta borgan joyim bombadaqa potlatib yuboryapman-da o'zi ham. Kuzatib borasizlar, xudo xolasa, ashnaqa chiroyli to'ylardi. Zo'rlar chiqib qolyapti-mi lekin, voy kuzatib turaylik. Qarab turibsizlar-a, kuzatib turibsizlar-a, ko'ryapman. Bugun yana bitta bo'ydoq qo'lga tushganlar. Bu nima ish hozir badarg'a qilgani ketyapmiz. Bugun yana bitta kun o'tdi. Sizni to'yingiz sari yaqinlashdi yana bir kun. Ha, kun sanayotganlarga yuborib qo'yamiz-a. Ey, bo'ydoq jonlar. Bo'ydoqli abadiy emas, bo'ydoqli botqog'idan qutqargani mana men turibman. Xudo xolasa g'izillatib baxt mashinasida sizlarga ham badara qilgani tayyor, shay holatda harakatdamiz. Kayfiyat ko'ryapsiz, mingligini. Shunday boramiz. Qilib o'tkazib yuboramiz to'yingizni, xavotirlamang. Siz ishni qiling, soqani qiling. Musofirdagilarimga tegishli ayniqsa kuzatib boryapsizlar ekan, aytilishyapti, gaplashyapman hamma bilan. Xudo xolasa to'y yaqin. Kimdir mana do'stini to'yiga to'yana qilib yuborib yuboryapti. Mana kecha borib Oltiariqda o'tkazib keldim. Bugun xudo xolasa Marg'ilondaman. Marg'ilonda bo'ydoqlar xushyor bo'lasizlar. Ketyapman.